Rossiya armiyasida xizmat qilgan xorijliklarni deport qilish taqiqlanadi. Kroks terakti ijrochilariga umrbod qamoq jazosi berildi. Telegram Rossiyada hatto VPN bilan ham ishlamasligi mumkin. Provokatorlarning savollariga javob bermang. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Terrorizmga jalb qilinayotgan migrantlar doirasi kengaydi. Bu haqda Rossiya Federal xavfsizlik xizmati, ya'ni FSB direktori Aleksandr Bortnikov ma'lum qildi. Xorijda yurgan vatandoshlarni ogohlantiramiz, terroristik va ekstremistik oqimlarga qo'shilib qolishdan saqlaning. Buning uchun qattiq jazolar ko'zda tutilgan. Yaqinda Ukraina maxsus xizmatining yolg'on va puch va'dalariga uchib, rossiyalik generalni portlatib o'ldirgan o'zbekistonlik umrbod qamoqqa mahkum qilindi. Oson va mo'maygina daromad taklif qilayotganlarning va'dalariga hech qachon ishonmang. Hujjatlaringizni hamisha to'g'rilab, halol mehnat qiling. O'zga yurtda oilam, bolam, chaqam deb kelgansiz va ular sizni vatanda ko'zi to'rt bo'lib kutib o'tirganini aslo yodingizdan chiqarmang. Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1000 nafar o'zbekistonlikni deport qilishga ulgurdi. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarida noqonuniy yurgan yana 72 nafar O'zbekiston fuqarosi deport qilinib, vataniga uchirib yuborilgan. Amerikaning Toshkentdagi elchixonasi Qo'shma Shtatlar hududida noqonuniy yurgan shaxslar qamoq jazosiga tortilishi va mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Eslatma: reyestrga tushganlar kartasidan oyiga 30 ming rublgacha yechib olishi mumkin. Buning uchun bank ofisiga borib ariza yozish kerak. Rossiya armiyasida xizmat qilgan xorijliklarni deport qilish taqiqlanadi. Deputatlar tegishli qonunni qabul qilishdi. Hujjatga ko'ra, kontrakt bilan Rossiya armiyasida xizmat qilgan va qurolli kuchlar tarkibida jangovar xatti-harakatlarda qatnashgan xorijliklar ma'muriy huquqbuzarliklar uchun mamlakatdan chiqarib yuborilmaydi. Ular huquqbuzarlik sodir qilganda faqat jarima yoki 100 soatdan 200 soatgacha ma'muriy ish tayinlanishlari mumkin. Kroks terakti ijrochilariga umrbod qamoq jazosi berildi. Sudda Alerjon Mirzoyev, Sadiq Rami, Rajabalzoda, Shamsiddin Faridun va Muhammad Sobir Fayzovni umrbod qamoq jazosiga mahkum qildi. Shuningdek, ularning har biriga 990 ming rubldan jarima tayinlandi. Mahkumlar jabrlanuvchilarga millionlab kompensatsiya ham to'lash kerak. Bu terakt ishi bo'yicha jami 19 kishi sudlangan. Kroksdagi terakt 2024 yil 22 mart kuni sodir bo'lgan. Konsert zalidagi otishma va yong'inda 140 dan ziyod kishi halok bo'lgan. 500 nafardan ortiq kishi jabrlangan. Terrorchilik va ekstremistlar ro'yxatiga kiritilgan. Qolaversa, Kroks terakti ijrochilaridan tashqari ularning sheriklari ham umrbod qamoq jazosini oldi. Terrorchilarga mashina bergan Isroil, Dilovar va Aminjon Islomovlar 19 yil u 11 oyga, terakt ijrochilariga uyini ijaraga bergan Alisher Qosimov 22 yil u 10 oyga qamaldi. Kroksdagi terakt Ukraina rahbariyati manfaatlari yo'lida sodir etilgan. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasining rasmiy vakili Svetlana Petrenko ma'lum qildi. Shubhasiz aniqlandiki, bu g'ayriinsoniy jinoyat Rossiyadagi siyosiy vaziyatni izdan chiqarish maqsadida Ukrainaning amaldagi rahbariyati manfaati uchun rejalashtirilgan va sodir etilgan, dedi u. Eslatib o'tamiz, teraktda ayblanganlarning deyarli hammasiga umrbod qamoq jazosi berildi. Eslatma: pulni qaytarib olish. Moskvadagi Saxir va migratsiya markazida patent olish uchun xizmatlar to'lovini Migrant servis ilovasida qilganlar hujjatlarni qabul qilmagan taqdirda pullarni qaytarib olishi mumkin. Buning uchun zapisni bekor qilish kerak. Ertasi kuni to'langan pullar kartaga qaytib tushadi. Telegram Rossiyada hatto VPN bilan ham ishlamasligi mumkin. Deputat Andrey Svintsovning so'zlariga ko'ra, buning uchun Roskopnadzorda texnik imkoniyat bor. Bu ijtimoiy tarmoq taqiqlangan taqdirda VPN bilan foydalanib yuborishni rejalashtirganlar xomtama bo'lmasligi kerakligini aytgan. Mish-mishlarga qaraganda Telegramni aprelda Rossiyada butunlay taqiqlashlar mumkin. Sabab sifatida Rossiya qonunchiligiga rioya qilmaganini keltirishmoqda. Diqqat, pulni o'tkazishda ehtiyot bo'ling. Rossiyaning Kazan shahrida sud Shuhratjon Aliboyevga qarshi jinoyat ishini ko'rib chiqa boshladi. U ekstremistik tashkilotni moliyalashtirishda ayblanmoqda. Tergovchilarning so'zlariga ko'ra, 2021-yilda Alibekov Rossiya rasmiylari ekstremistik deb topgan FBK tashkilotiga 1000 rubl o'tkazgan. Xabarlarga ko'ra, u
pul o'tkazmasini Aleksey Navalniy bilan bog'liq YouTube kanalida videoni ko'rgandan keyin amalga oshirgan. Alibekov Tojikistonda tug'ilgan. Hozirda ota-onasi bilan Kazanda ro'yxatdan o'tgan. IT sohasida ishlaydi. Sud majlisida sudlanuvchi ekstremistik tashkilotni moliyalashtirishda ayblangan. Keyin sud ish bo'yicha yozma dalillarni ko'rib chiqishni boshlagan. Alibekovni sudda davlat tomonidan tayinlangan advokati himoya qilmoqda. Sudlanuvchining o'zi sudda ayblarni tan olgan. Rossiyada ekstremistik yoki taqiqlangan deb topilgan tashkilotlarga hatto kichik miqdorda pul o'tkazish uchun ham jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun migrantlarga eslatamiz. Noma'lum fondlar va tashkilotlarga pul o'tkazmang. Ijtimoiy tarmoqlar yoki videolarda havolalar orqali mablag' o'tkazmang. Pul o'tkazmasini amalga oshirishdan oldin har doim tashkilot Rossiyada taqiqlanganligini tekshiring. Moskvada ochilish bo'yicha o'zbek kafelari birinchi o'rinda. 2026-yil martida Moskvaning asosiy savdo markazlarida o'zbek oshxonasini taklif qilayotgan nuqtalar soni 20% ga oshgan, deya yozadi Kommersant. Yapon, rus va gruzin taomlarini taklif qilayotgan kafelar soni kamaygan. O'zbeklar butun dunyoni palov yeyishga o'rgatishmoqda. Firibgarlardan himoyalaning. Hurmatli vatandoshlar, oxirgi paytlarda firibgarlar shaxsiy ma'lumotlardan foydalanib, boshqalar nomidan Zolotaya Korona, Baybol va shu kabi mikro moliyaviy tashkilotlardan onlayn kredit olish holatlari ko'paymoqda. Keyinchalik katta qarzdorlik va muammolarga duch kelmaslik uchun hoziroq o'zingizni himoya qiling. Buni qanday qilishni ushbu videoda batafsil bilib oling. Videoni to'liq ko'rish uchun Dilshod Davlatovich Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin. Eslatma: agarda migratsiya varaqasi, ya'ni migratsionniy karta yo'qolib qolsa, uni tiklash uchun ichki ishlar organiga, ya'ni MVD ga murojaat qilish shart. Bunda o'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport va agar mavjud bo'lsa, yo'qolgan varaqaning nusxasini olib borishingiz kerak bo'ladi. Migratsiya bo'limida tegishli ariza to'ldirilgach, ma'lumotlar baza orqali tekshiriladi va sizga hujjatning dublikati taqdim etiladi. Provokatorlarning savollariga javob bermang. Oxirgi paytda muhojirlar qayoqdagi qalang'i xasanqalar tomonidan istalgan vaqtda so'roq qilinadigan obyektga aylanib qoldi. Qo'qqisdan kamera trap savol berganda har qanday odam stressdan ranglarni eslay olmasligi mumkin. Insonda vizual xotira bor, ko'rganda albatta taniydi va bu oddiy ishchi uchun yetarli. Harbiy xizmat haqidagi savollar nafaqat noo'rin, balki mutlaqo noqonuniydir. Chet el fuqarosidan nega harbiy xizmatni o'tamading deb so'rash bu mantiqsizlik va psixologik bosimni bir turi. Да, история России сдавал. Когда День России отмечается? День России? Только сейчас я забыл. Какие цвета флага России? Флаг красный. Давайте сверху вниз по порядку. Да, там красный и что-то сейчас покажу. А вы у себя на родине проходили воинскую службу? Vladivostokka ketayotganlar diqqatiga. Vladivostokka to'g'ridan-to'g'ri reys bilan uchib borgan 80 ga yaqin o'zbekistonlikka hech qanday sabab ko'rsatilmasdan zapret qo'yilgani va ortga qaytarib yuborilgani haqida xabarlar kelmoqda. Nyu-Yorkdagi yo'l transport hodisasida O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. Joriy yilning 10-mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida O'zbekiston fuqarosi Nilufar Komilova vafot etdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisa shahar transport departamentiga qarashli yuk mashinasi ishtirokida yuz bergan. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. Salomat bo'ling. O'zingizni o'zingiz uchun ehtiyot qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring.